Hammaga salom, sizlar bilan Ashraf. Bu sizlar xohlagan video. Izohlarda lichkamga juda ham ko'p marta yozdilaring. Fundamental tahlilni o'rgating, siz qanday fundamental tahlil qilasiz dedilaring. Mana bu video shu haqida bo'ladi. Fundamental tahlil haqida batafsil gaplashamiz. Nima uchun fundamental tahlil qilish kerak? Kripto bozorida juda ham ko'p loyihalar bor. Ularda ko'pi skam bo'ladi. Ana shunaqa skam loyihalarga tushib qolmaslik uchun, o'shalarda pul yo'qotmaslik uchun fundamental tahlil qilinadi. Ya'ni u loyihani haqiqiy qiymatini bilishga harakat qiladi. Videoni boshida tushuncha berib o'tdim fundamental tahlil haqida. Endi qanday qilayotganimni, qanday qilishimni men sizlarga ko'rsataman. Misol uchun bitta loyihani olaman. Solanani tanladim. CoinMarketCap bo'yicha 7-raqamda. Hozirda narxi 67-68 dollarda savdo bo'lyapti. Burada market capiga qarayman. Market cap 40 milliardga yaqin. Bu juda ham katta market capga kiradi, lekin ko'p kishilar market capni ichida 40 milliard pul bor ekan deb o'ylaydi. Yo'q. Bizga eng muhimi bu ob'yom. Mana ob'yomni ko'rishimiz mumkin. 2 milliard. Bu juda katta ob'yom. Ya'ni bu loyihani xohlagan vaqtda sotib olib, xohlagan vaqtda sotishlaring mumkin. Likvidlik bor, investor, traderlar ishlayapti. Shunaqa loyihalar bor. Uni sotib olgandan keyin sotib bo'lmaydi, ob'yomi juda ham mayda, har xil muammolar bo'lib, delisting bo'lib, ular yo'q bo'lib ketadi. Bu loyihalar skam loyihalar bo'ladi. Buni umuman fundamental tahlil qilmagan inson sarmoya kiritishi mumkin, lekin ozgina tushunchasi bor inson unaqa loyihalarga sarmoya kiritmaydi. Undan keyin total supply'ni ko'ramiz, qancha bor? 628 million dona. Hozirda bo'lsa 579 million, ya'ni aylanmada 580 million. Общий soni 628 million. Pastga sayti bor, saytiga o'taman. Hozir video davomida ham o'tib ko'rsataman. Mana bu yerdan Twitterini, boshqa ijtimoiy tarmoqlarni topishimiz mumkin. Ijtimoiy tarmoqlar ham juda ham muhim. Bir xillarda umuman shunchaki bozorga chiqadi, listing qiladi va pullarni oladi-da, shunchaki yo'q bo'lib qoladi u loyihalar. Mana bularda hammasi bor. Buni ham hozir birin-ketin ko'rib chiqamiz. Keyin ba'da eng baland, eng pastki nuqtasini ko'rib chiqaman. Qachon eng baland nuqtasi bo'lgan, qachon eng pastki nuqtasi bo'lgan. Buni ko'rganimdan keyin saytiga o'taman. Mana saytni o'qib chiqaman, bu loyiha bilan tanishaman. Nima loyiha bu? Nima uchun yaratilgan? Maqsadi nima? Kim uni orqasida turibdi? Mana shuni. Mana bu yerda katta kompaniya PayPal mana investorlardan biri. PayPalda o'ylaymanki hamma biladi. Va boshqa yana katta kompaniyalar turibdi. Tushunishimiz mumkin, bu seriozniy loyiha bu. Chunki musor shitcoin yoki musor loyihaga PayPal misol uchun investor bo'lmaydi. Undan keyin mana pastda tranzaksiyalar soni sekundida 3000 ga yaqin tranzaksiya. 3000 ga yaqin. Juda ham tez va arzon pul o'tkazish tizimlaridan biri. Undan keyin bu yerda yozilyapti. Oylik faol adreslar 50 million. Oylik tranzaksiyalar ob'yomi 3,5 milliard. Ob'yom targov, ya'ni ob'yom savdo bir oyda 3 trillion dollar. Ilovadan dohod 3,4. Mana pastida ko'proq ma'lumotlar bor. Misol uchun mana bu yerda yozilgan крупнейший мировой kompaniya. Eng katta kompaniyalar ko'ryapsizlarmi? Visa. Eng muhim joylari mana shu. Keyin qaysi birjalarda sotilyapti? Mana pastga tushib ko'rishimiz mumkin. Bu top 7-o'rinda juda ham katta, kuchli blockchain loyiha bo'lgani uchun bu hamma birjada bor. Mana Binance birjasida bor, Coinbase'da bor, Aster'da bor, OKX'da bor, Bybit'da, Bitget'da, KuCoin'da hammasida bor. Bu ham bitta yaxshi ko'rsatkich. Misol uchun shunaqa skam loyihalar bor, yo'g'i 2-3 markazlashmagan birjada bo'ladi. U listing bo'lib kelguncha ko'p loyihalar o'ladi. Bu eng katta birjalargacha listing bo'lib kelgan. Bu loyiha kuchli degani. Hamma top birjalarda bor. Xohlagan birjada sotib olib, xohlagan birjaga o'tkazib, xohlagan birjaga sotib olish mumkin. Keyin mana shu CoinMarketCap'da mana yangiliklarni ham o'qish mumkin. Yangiliklar ham fundamental tahlilga kiradi. Bu juda muhim. Chunki yangiliklar narxga juda ham ta'sir qiladi. Misol uchun qandaydir katta yangilik chiqsa, narxda juda ham yoki tepaga yoki pastga ketkizib yuborishi mumkin.
Pastga juda ham ko'p ma'lumotlar bor. Mana eng pastiga tushib, hammasini mana shu yerda o'qish mumkin. Nima uchun yaratildi, qachon yaratildi, maqsadi nima, ekonomikasini ko'rib chiqish mumkin. Texnologiyasini, Solana'ning telefonlari ham bor. Bu xuddi уже aksiyaga o'xshab boryapti. Misol uchun buni orqasida realniy biznes bor. Shunaqa kriptovalyutalari bor, misol uchun Dogecoin, uni orqasida hech nima yo'q. U bemalol ertaga yo'q bo'lib ketishi mumkin. Lekin Solana'ning orqasida kompaniya bor. Telefonlarni chiqaryapti. Yana juda ham ko'p kompaniyalar bilan shartnoma ishlar olib boryapti. Keyin Solana reklama emas. Bu shunchaki mana shu videoga misol tariqasida olganman. Sizlarga Solana'ni juda ham ko'p tushuntirib boryapman. Ko'p kishi fundamental tahlil nima kerak, Solanaga sarmoya kiritamiz deb yuborishi mumkin-da, lekin Solana hozirda faqat misol tariqasiga qarashimiz kerak. Misol uchun men Solana kriptovalyutasini oldim. Bu videoda men sizlarga eng muhim ko'rsatkichlarni ko'rsatdim. Birinchi o'ringa men shularga e'tibor beraman va yana mayda-mayda detallari bor, ularga to'xtab o'tmayman. Bu video cho'zilib ketadi. Eng muhimlari mana shu. Mana shularga qarashlaring kerak. Market cap'i katta bo'lishi kerak, soni kam bo'lishi kerak. Total supply, misol uchun Shiba'ning soni juda ham ko'p. 600 million Solana uchun yaxshi. Bitcoin'da bo'lsa bor yo'g'i 21 million dona bor. Va undan 20 millioni aylanmada. Soni kamligi ham mana 20 million aylanmada, max supply 21 million. U 2150-yil hammasi qazib olinadi. Bundan keyin ijtimoiy tarmoqlarni ko'rib chiqaman. Twitter eng muhimi. 4 million obunachiga ega. 4 million. Bu shunchaki hech kim obuna bo'lmaydi. Bu o'sha investorlar, bu loyihaga ishongan, bu loyihani kuzatuvchi insonlar. Va bunchalik katta auditoriyaga ega insonni skam bo'lish ehtimoli juda past bo'ladi. Fakt emas, u skam bo'lmaydi 100% degani emas, lekin ehtimoli kam bor. Biz faqat ehtimollar bilan ishlaymiz. Qaysi loyihaga sarmoya kiritsa, faqat Solanaga emas, o'shani kuzatish kerak, ko'rish kerak, nima o'zgarish bo'lyapti, nima chiqaryapti ular. Misol uchun mana boshqa kriptovalyutalar ham bor, Ethereum bor, Tron bor, Dogecoin, mana shularga obuna bo'lib kuzatish kerak, nima yangilik qilyapti ular. Nima o'zgarishlar bo'lyapti, kuzatib turish kerak. Bu hammasi narxga ta'sir qiladi. Kim men Telegram kanalimda bo'lmasa, link video ostida Telegram kanalimga o'tib obuna bo'lsin. U yerda juda ham ko'p foydali ma'lumotlar bor. Men sizlarda o'rnaringda bo'lganimda hoziroq o'tib obuna bo'lardim. Bu birinchisi meni CryptoMasters loyiham. Bu loyiha ichida o'qish, tahlil, signallar va prochat bor. Bu pulli loyiha, haqiqiy kriptochilar uchun juda ham kerakli loyiha. Kim bilimini oshirishni xohlasa, kim tahlillarni olishni xohlasa, kim bozorga men bilan birga kirib chiqishni xohlasa, mana CryptoMastersga qo'shilsin. Pastda top birjalarga link bor. Bu birjalarda har bittasida bonus skidkalar bor. Ro'yxatdan o'tib ishlashlaring mumkin. Faqat litsenziyasini tekshiringlar. Qaysi davlat fuqarosi bo'lsalaring, o'sha davlat qonunlarini o'rganib chiqinglar. Bundan keyin tekin darslik xohlaganlar uchun mana kanalimda playlist bor. 2 ta playlist. 0 dan ish boshlash, trading bor. Yangilar uchun darslar, kriptovalyuta bor. Ikkinchisida 9 ta video, birinchisida 5 ta video. Bemalol ko'rib, vaqt sarflab o'rganib olishlaring mumkin. Bunisi bo'lsa CryptoMasters Akademiya, 13 ta video bor. Bunga faqat dostуп CryptoMastersga qo'shilganlar bo'ladi. Juda muhim bilimlar mana bu playlistda. Shuning uchun ham CryptoMastersga qo'shilinglar. O'ylaymanki, bu video sizlarga foydali bo'ldi. Agar foydali bo'lgan bo'lsa, meni bilishim uchun like bosinglar. Hamma kerakli silkalar video ostida. Agar yana shunga o'xshash foydali darslik videolarni xohlasalaring, izohlarda yozinglar va men sizlar uchun yana shunga o'xshash boshqa mavzuda video olaman. Uzoq ketib qolmanglar. Sizlar bilan Ashraf bo'ldi.